Qizli yigitlar, bugun men bilan uchrashuvga tayyorlanamiz. Faqat o'zim emas, onam topgan odam bilan uchrashuvga. Bolani ko'ziga maksimalni yomon ko'rinish uchun shunaqa kalta yubkamni tanlab oldim. Keyin yo'q Hamida dedim. Bundan ham kaltaroq yubka kiyish kerak, shu bola seni ko'rganda o'lsin, hech qachon bu qizga uylanmayman deyish uchun. Mana shu joyda ham yiqilib olishimga ozgina qoldi. Keyin shunaqa ko'p taqar-tuqurlarimizni taqamiz. Bu dishim bolaga aytib qo'yish kerak, bularni barchasini birlant qilib berasan. Rukashub Hamida, mana shu brasletni 10 soat urindim, ocha olmadim. O'lsin dedim, taqmayman. Aytgancha bo'lajak kuyov bolani bo'yi mendan past ekan, shuning uchun 15 santimetrlik kabuklarimizni kiyamiz. Ustidan kulib, "Men sendan balandman" tipa deyish uchun. Bo'lmaymi, kiyimlarim yaxshi, lekin bu videoni onajonim ko'rsalar, meni tochni urib o'ldiradilar. Ustidan shunaqa qora paltoyimni tashlab oldim, keyin o'zim maqtab qo'ydim. Hamida молодец, fuksing yaxshi, kiyimlarni yaxshi tanlab olding. Mana shundoq hidlaganda nafas yetmay o'lib qolish uchun 35 duyklarimni aralashtirib qatorlab sepib tashladim. Keyin shunaqa sumочкамni oldim. Nafsaki pajarni pul ham oldik. Shotka agar puli yetmasa, endi nima qilamiz? Men qo'shaman, past bo'lasan. Sizlar bilan vaqillashib, soatga qarash esimdan chiqib, soatga qarasam, uje uchrashuvga 40 minut kech qolganman. Bo'laman yo'l bo'ldi, o'lib qoldi deb o'ylamasin, ketdim men qizli yigitlar. Bye.